O'nlab yillar davomida Afg'oniston faqat xorijiy armiyalar, fuqarolar urushi va tugamaydigan janglarni ko'rdi. 1989-yilda Sovet qo'shinlari chegarani kesib o'tdi va Sovet-Afg'on urushi o'z yakuniga yetdi. Afg'on fuqarolarining fikri bo'yicha hammasi tugash kerak edi. Zo'ravon mamlakat ketdi, endi ozod va tinch yashaymiz. Lekin asl urush endi boshlanayotgan edi. Lekin oxirgi kunlardagi voqealarga qaraganda hech kim ayollarni cheklashga harakat qilayotgani yo'q. Afg'onistondan ham vaynerlar chiqyapti. Yana mamlakat turistlar uchun ochilmoqda. Ammo nega hamma Tolibondan bunchalik qo'rqadi? Hammasi yana AQShning fitnasimi yoki Tolibon chindan ham shafqatsizmi? Bugungi sonda siz Tolibon aslida kim? Ular qanday qilib bu qadar katta kuchga ega bo'lib oldi va Afg'onistondagi urushning davomi haqida bilib olasiz.